Qadrli ustozimiz Rispa Haydarich Jo'rayev haqida juda ko'p gapirish mumkin. Bu insonni men 2001-yilda meni Jizzax Malaka oshirish institutiga rektor qilib tayinlagandan bilaman. Va o'shandan keyin doimiy ravishda biz o'sha aloqada bo'lib turganmiz, ish yuzasidan va hokazo. Men 2004-yilning oxirlarida Toshkentga ko'chib kelishimga to'g'ri keldi. Chunki 1983-yilda men nomzodlik dissertatsiyasini Moskvada yoqlagandim. Ana shundan beri ana edi, mana edi qilib orqaga cho'zilib kelgandi. Shuning uchun ishni yaklash uchun Toshkentga kelishim kerak edi. Toshkentga ko'chib keldim. U paytda Rispa Haydarich Qorniyoziy nomidagi O'zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot institutining rektori edilar. Va o'shandan birga ish faoliyatimizni boshlaganmiz. U kishi meni Uzluksiz ta'lim jurnaliga mas'ul kotib vazifasiga ishga qabul qildilar va shundan keyin domla bilan doimiy aloqada bo'ldik. Har bir soni, jurnalning har bir soni chiqqanda domlaning oldiga kirardim. Domla har bir rukni ko'rib, har bir maqolaning mazmuni bilan tanishib, keyin jurnalni chop etishga ruxsat berardilar. Va shu jarayonda endi men domlani olim sifatida, inson sifatida juda ham yaxshi bilib oldim. Chunki birga ishlashamiz, birga yuramiz, birga turamiz deganlardek. Mana yoz paytlari yoki bo'lmasa mana hozir bahor paytlarida hamma joyda ishning qizg'igan payti, hamma narsaning uyg'ongan payti. O'sha bizning institutimiz O'zbekiston ko'chasida Dom kino deydi hozir. O'sha Dom kinoning orqasida joylashgan bo'lardi. O'sha yerda domla o'zi va o'zining shogirdlari yordamida o'sha yerda 2 etajli bino qurdilar institut uchun. Va uning kattagina bog'i bor edilar. O'sha bog'da har bahorda o'zi chiqib, albatta hamma daraxtlarga shakl berardi, hamma gullarga shakl berardi. Endi domlaning bu faoliyatini ko'rib, qolgan xodimlar ham hamma ko'chaga chiqib shanbalik qilardik, birga ishlardik. Endi domlaning shunaqangi bir ajoyib hislatlaridan bittasi o'sha ishdan keyin hammani bir davraga yig'ib, hazil mutoyiba qilib, domla juda ham ko'p hazil mutoyibalarni biladi. Juda ham ko'p anekdotlarni biladi. Hammani kuldirib, hammaning ko'nglini olib, bir chiroyli choy o'rtasida, choy atrofida, stol atrofida o'tirib hangama qilardik-da. Endi zamonning zayli bilan boya aytdim-ku, men ilm izlab 2004-yilda kelgan bo'lsam, 2006-yilda domla institutda ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashning raisi edilar. Mening ishim tayyorlab qolgandan keyin endi domlaning oldiga kirib, domla endi doktorlik ishim tayyorlab qoldi, buni himoya qilishim kerak deganda keyin marhamat dedi. Endi o'sha paytga kelib 3 kishining ishi tayyorlab qolgan ekan. Doktorlik ishi. Endi nomzodlik ishlari juda ko'p. Shunda domla qaradiki, shundan bittasi o'zining shogirdlari Tayloq rahmatli vafot qilib ketdilar. Bittasi Lutfullayev Samarqandda ishlaydilar va men. Endi 3 kishini birdaniga kirganimizdan keyin domla hech kimning tarafini olmadi. Aytdiki, endi uchalangning ishlaring ham tayyor. Endi o'sha alfavit ketma-ketlikda yo'qlaysizlar dedi-da. L harfi bilan Lutfullayev birinchi o'ringa tushdi. M harfi bilan biz ikkinchi o'ringa tushdik va T harfi undan keyin bo'lganligi uchun Tayloq 3-o'rinda himoya qildik. Endi himoya kuni o'sha ovozlar sanayotgan sanoq komissiyasi ishlagan paytda domla meni chaqirdilar o'ziga. Shukrullo bu yoqqa kelgin dedi. Nima gap domla deb borsam, o'tir mana bu yerga dedilar. O'tirdim. Shukrullo dedi. Mana bugun sen himoya qilyapsan. Bilasan, ko'p shogirdlarimiz, ko'p insonlar mana shu himoyani qilib olib turib, keyin boshqa yerga qochib ketadigan odatlari bo'ladi. Ilmiy tadqiqot institutini. Sanchi dedi. Men aytdim, domla, men hech joyga ketmayman. Siz o'zingiz qachon tayoq olib quvmaganingizcha savolga javob, hazillashib javob berdim-da. Men hech joyga ketmayman dedim. Va shundan qarang, haqiqatdan ham 2015-yilgacha domla bilan yelkama-yelka birga ishladik. Keyin bu orada men ixtisoslashgan kengashning mas'ul kotibi bo'ldim. Domla bilan yanada yaqinlab tanishdik. Endi domla hech bir kelgan insonni yo'q, sening ishing bo'lmaydi degan gapni aytmagan. Kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, juda chiroyli qilib mana shu tomonlarini ozginagina ishlab berish kerak ekan. Dissertatsiya ishingizda o'shalarni to'g'rilab kelsangiz, albatta sizga yordam beramiz deb ko'ngilni ko'tarib chiqarib olardilar. Hech kimga sening ishing bo'lmaydi degan gapni aytgan emas. Ana shu nuqtai nazardan bugun o'zining 80-yillik yubileyini o'tkazayotgan ustozimiz Rispa Haydarich Jo'rayevga men uzoq yillik umr so'rayman. Shogirdlari juda ham ko'p.
shogirdlari ham domlaning izidan borib domladek obro'ga erishishni xohlayman. Hozir institutimizdagi eng yetakchi bo'limlardan birini boshqarib kelyaptilar. Domla shu uzoq yillar mana shu bizga bosh bo'lib, bizlarni yetaklab shu katta karvon yo'lida bizlarga sorbonlik qilib yuraversinlar. Domlaga sog'lik, omonlik tilayman. Hamisha yaxshi niyatlar domlaga yonma-yon yurishini men xohlab qolgan bo'lardim.